2026 yilgi Suzuki Alto zamonaviy dizayn, tejamkorlik va ixcham o'lchamlari bilan shahar haydovchilari uchun ideal tanlov bo'lib chiqdi. Bu model yengil, qulay va yoqilg'i sarfi bo'yicha O sinfida eng tejamkor avtomobillardan biri hisoblanadi. Yangi Alto o'zining zamonaviy tashqi ko'rinishi, kengroq salon joyi va yaxshilangan texnologiyalari bilan e'tibor qozonmoqda. 2026 yilgi Suzuki Alto 1,6 litrli 3 silindrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u taxminan 65 ot kuchi quvvat hosil qiladi. Yangi versiyada chilt avtomatik transmissiya tizimi mavjud bo'lib, u silliq tezlanish va yoqilg'ini yanada tejashga yordam beradi. Avtomobilning yoqilg'i sarfi 100 kilometrga o'rtacha 4 litr atrofida bo'lib, bu uni shahar ichida yurish uchun juda qulay qiladi. Salon qismi zamonaviy dizaynga ega bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratilgan. Keng old panel, yangi multimedia tizimi, Bluetooth va USB ulanish imkoniyatlari bilan Alto har kuni foydalanish uchun qulaylik yaratadi. Ba'zi yuqori komplektatsiyalarda teskari kamera, sensorli ekran va avtomatik konditsioner ham mavjud. Xavfsizlik jihatdan Suzuki Alto ABS, EPT, old havo yostiqchalari va orqa xavfsizlik beltlari bilan ta'minlangan. Yangi modelning karkasi mustahkamlangan bo'lib, u to'qnashuvlarda yo'lovchilarni yaxshiroq himoya qiladi. Suzuki Alto 2026 yilgi model nafaqat ishonchliligi bilan, balki arzon narxi va past texnik xizmat xarajatlari bilan ham mashhur. Shuning uchun bu model o'ziga xos tarzda yangi haydovchilar, talaba yoshlar yoki shahar ichida tez-tez harakatlanadigan insonlar uchun mukammal tanlovdir. Umuman olganda, 2026 Suzuki Alto, ixcham o'lcham, tejamkor dvigatel, qulay salon va zamonaviy funksiyalarni o'zida mujassam etgan, ishonchli va amaliy shahar avtomobilidir.